Endi bir leksiyamiz hürmetlik vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida. Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi, Cumhuriyetçiler Partisining mansubi Avam Palata a'zosining Amerika ovozi muxbiriga bergan bir jumla javobi. Shu to'g'rida to'xtalamiz. Bu to'g'ridagi savol Amerika ovozi tarafidan qo'yilgan ekan, shu savolga javob beribdi vatandoshlar. Mavzu mundaq. Bugün çislağı etüdü 2021 yıl 4. ayının 14. günü. Mavzumundaq Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Avam Palata a'zosi Ferri bilen maxsus söhbət. Sen beqib, çoğunqilib, vaqtni qo'lga keltiraman deb o'ylamsan ha? Lekin timsoq kim bo'lsin, hazır bo'lsin, seni yeydi. Dedi mavzuli xabar 4. ayının 13. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasida e'lon qilindi xabar. Bundaq başladı. Washington, Pennsylvania shtati Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Avam Palata a'zosi Scott Perry yaqinda Amerika ovozining maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Tarihi neticelerden qaraganda Washington'dan Beijing uchun aytganda strategik taqat qilishning hech qanday roli yo'q. Bu gapni Prezident Joe Biden Aqsaray kirganda qilgan gap edi. Taqat qilishning hech qanday roli yo'q. Ferri mundaq ko'rsatdi. Har taraflik mutaxassislar Jungo qachon Tayvanga qurolliq tajovuz qilamdi degan masalada ko'z qarashlari o'xshash emas. Qilcha shubhasizki, Jungo Kompartiyasi Tayvan bo'g'izida, hatto butkul Hindi Tinch okeani rayonida urushparastlik xohishini keskinlashtirmoqda. Pre mundaq hisobladi. Scott Pre mundaq hisobladi. Avam Palata a'zosi Amerikaning ishga qirg'oq munosabati sukutda turishi yoki aralashmasligi bu Jungo hukumatiga xiris qilganlikda. Chunki bu Jungo hukumatining urush qo'zg'ab, qistab kelishiga fursat yaratib berdi, yo'choq ochib berdi. Bir daqiqa vaqtni qo'lga keltiraman deb o'ylashing mumkin. Bir daqiqa vaqtni qo'lga keltiraman deb o'ylashing mumkin. Kechiringlar. Timsoq oxiri seni yeb ketadi. Agar sen uni beqib cho'ng qilsangmi, oxiri o seni yeb ketadi. Avam Palata a'zosi Scott Perry ekran orqali Amerika ovozining ziyoratini qabul qilganda yuqoridagi so'zlarni qildi. Scott Perry mundaq chaqiriq qildi. Chunki Jungo kechiringlar, yaqindan beri Tayvan bo'g'ozining vaziyatini o'zliksiz keskinlashtirmoqda. Prezident Joe Biden hukumat konkret tadbir qo'llanib, Amerikaning Tayvanni qo'llaydigan irodasini bildirishi, aybi qilib kelayotgan ozodlik armiyaning hayvasini cheklashi va sundirishi lozim. Bu Prezident Joe Biden hukumatiga aytilayotgan gaplar. Bu qatimqi yuqumliq virus har birimizning ko'zini ochdi. Jungoning yomon g'arazlik harakatlarini ochiq ko'rib oldik. U yana mundaq ko'rsatdi. Davlat majlisida ishki partiyaning a'zolari Jungoga qanday qarshi turamiz degan masalada partiya guruhlaridan olqigan hamkorlikni qanot yaydirishni umid qiladiganligini bildirdi. Avam Palata a'zosi Scott Perry.